ilmiy so'zlar qadrlanadi. Isbotlab berdim. Assalomu alaykum. Sizga savolim bor edi. Savol bering, assalomu. Nimaga o'zbekcha kitoblaringiz yo'q? Juda hammasi rus tilida, ingliz tilida. Endi menda ayb emas-ku, rus tilida ko'proq kitob chiqqanlari. Bizda eski kitoblar bukiniska deyiladi. Bu kitoblar olganimizda bizga arzon tushadi, ko'plar savol qilib ketishadi. Shuning uchun bu arzon. Keyin o'zbek tilida xohlagan tashkilotlar kitoblar chiqar, o'sha yengillar qimmat. Va bular dastur masalan 2000-3000 ga beraman. Eng arzon kitob 5000 ga emas. Lekin ruschani o'rganmasanglar, o'sha uyda kelganingizda kitob topgan. Iltimosdan ba'zidan sizni adabiyotingiz yo'q. Adabiyot bor. Elektron variantda, audio variantda. Mana bunday kitobni elektronini o'qib bo'ling. Bo'ldi, siringiz ketadi. Bo'ldi, o'qiysiz, mana o'qishni iloji yo'q. Endi buni jivoyini o'qing. Mingtasini ham o'qisiz, o'sha rahmat. Keyin bitta kitob o'qiganda odamni ko'zi 13000 kilometrga chiqib o'tadi. Bu yoqqa yurmadi. O'zdan maqsaddi. Qizga tushib qolmaydi, gapi bo'lmagan. 97 yoshli ayol borda kitob o'qiydi pasaydi. Bilasizmi? Bolajonim yashagim keladi dedi. Nima uchun yashagingiz keladi? Desa, kitob o'qiyman, davomida birga keladi, yashagim keladi. O'sha masalalar Alisher Noyev kutubxonaga boringlar. Qariyalarni ko'rasizlar, 90-100 yoshlarida. Hozirda so'raylarki, lekin hali ham o'qishadi. Nima uchun? Ilm